Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Kia EV5 bo'ladi. Mashinamiz elektromobil 520 km yuradigani. Akalar, mashinamiz 2024 oxirgi oy, ya'ni 25 model bo'ladi. 1600 km yurgan atiga. Narxini ham siz aytaman, narxi 25500, sunnatiga bu narsa o'tib beriladi. Egalar nomerini yozib qo'yaman, tez aloqaga chiqasizlar. Mashinani bitta ko'ramiz. Mana turishini qaranglar, juda ham katta. Orqasi как будто семиместniga o'xshaydi, lekin mashinamiz pятиместный. Rangi ham juda ham noyob, nardigray bo'lib, nardigray emas, lekin mokriy bor u rangi. Juda ham chiroyli. Oldi optikalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu eng fullidan bitta pasti mashinamizni, ya'ni panorama emas. Hozir orqa rakursini ko'ramizki, interyerda отдельно to'xtalamiz. Juda ham chiroyli, skromniy, ayniqsa optikalari вообще zo'r. Orqasida o'zini kamerasi. Sizlar bilan endi bitta interyerni ko'ramiz. Mashinamizning interyeri juda ham skromniy. Oldi orqa sideniyalarimizda materchivый сиденье, multifunksionalniy rul, o'zini avtomat korobkasi, avto hold, parktronika, siklon rejim, juda ham chiroyli bo'lgan o'zini monitori, stiklopodъемniklar, detskiy rejimlar, bakovoylarni boshqaradigan rejimlar. Okalar, narxi 25500 AQSh dollari. Egalar nomerini yozib qo'yaman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Kia mashinasi.